Samarqand shahridagi domlarning o'zi sanoqlilarigina faqat mana shunaqa chiroyli landshaftniy zonalariga ega hisoblanadi. Aynan shunaqa domlarning birida O'zbekistonskiy ko'chasida joylashgan mana shunaqa 7 qavatli domlarda chiroyli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. 90 metr kvadratni tashkil etadigan ushbu kvartiramizni mehmonxonasini ko'ryapsiz. Juda ham yaxshi dizaynga ega, yorqin atachento uslubida ta'mirdan chiqqan. Keling, qolgan xonalarni ham ko'rib o'tamiz. Aytib o'tgandek 90 metr kvadrat. Mehmonxonadan chiqqanimizda bizda mana shunaqa chiroyli kirib kelishimiz va hol qismimiz oshxona zonasi birlashtirilgan variant hisoblanadi. Stolovaya zona, o'tirib televizor ko'rishingiz mumkin. Bemalol mana shunaqa chiroyli sharoitlar qilingan, panoramli oynalar, mana bu yerda esa rabochiya zona qilingan. To'liqligicha to'pli pol, undan tashqari issiqlik radiatorlari ham isitib beradi. Kvartiramiz 2-qavatda joylashgan hisoblanadi. Mana bu kvartiramizning umumiy kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi. Barcha sharoitlar qilib o'tilgan, ko'rganingizdek. Keling, yana bir xonamizni ham ko'rib o'tamiz. Bir kishilik chiroyligina sharoit qilingan bolajonimiz uchun xonamiz hisoblanadi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Narxini akamiz 124.900 AQSh dollari so'rayaptilar va yana albatta kelishtirib beriladi. Parking zonalari har tomonlama juda ham qulay hisoblanadi. Bu domni mo'ljal qilib O'zbekistonskiy ko'chasi istiqbolli ta'lim xususiy maktabini keltirsak bo'ladi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qiling.